Assalomu alaykum, hurmatli Marjon Mebel YouTube kanali obunachilari. Xudo xolisa bugun sizlarga ko'pchilikka ma'qul kelayotgan fazo modelini, yotoqxona to'plamini to'liq tanishtirib o'tamiz. Bu modelimizga qanaqa mexanizm, qanaqa materiallardan tayyorlanadi, hammasini ko'rsatib, tanishtirib, ichki ko'rinishlarini ham tanishtirib o'tamiz. Xudo xolisa narxlarini boshida aytamiz. Bu fazo modelimizni narxi 11 million so'm. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Manzillarga chiroyli holatda, upakovka holatida yetkazib beramiz. Vodiy viloyatlariga bo'lsa, o'zimiz ustalar borib, uylarga chiroyli qilib o'rnatib berishadi. Bu xarajatlari ham shu narxning ichiga kiradi. Xo'p, bu modelimizga krashinli MDFlar va rossiyskiy laminatdan tayyorlanadi. 100% Dauchi vakuum mexanizmlaridan foydalanilgan. Spalniyimizga keladigan bo'lsak, spalniyimiz 290 ga, uzunasiga 215 razmerda joyni egallaydi. Bosh tomonlari miyahki qilib, moshi materiallar va yumshoq machalkalardan foydalanilgan. Tumbasini ustida bo'lsa, mana bunaqa 3 xil svetda yonadigan svetlari ham mavjud. G'aladonlari chuqur va keng qilib ishlangan Dauchi vakuum mexanizm qo'yilgan. Oyoq tomonlariga keladigan bo'lsak, oyoq tomonlari ham miyahki qilib ishlangan. Xudo xolisa moshi yumshoq machalkalardan foydalanilgan. Yonboshlari, burchaklarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Taylari, spalniyimiz taylari kaput mexanizm bilan jihozlangan. Ichlari ham chuqur va keng qilib ishlangan. Ancha-muncha mavsumiy kiyimlarni solib qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Matraslarimiz ikki tomonlama ortopedskiy yaxshi matraslardan foydalanamiz. Xudo xohlasa 3 yil garantiyali matraslardan qo'yiladi. Ancha-muncha xizmat qiladi. Tumbalariga keladigan bo'lsak, tumbalari ham neobishniy qilib temir noshkalardan foydalanilgan. Ruchkalari ham MDFdan bo'ladi. Shkafimiz razmeriga keladigan bo'lsak, shkafimiz 255 ga, balandligi 215 sm dan bo'ladi. Ichki ko'rinishlari bu tomonimiz polkalardan iborat. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana petlalari ham har bitta eshikka 5 tadan qo'yiladi. 100% vakuum mexanizmlaridan foydalanilgan. Ruchkalari ham mana bunaqa neobishniy MDFdan tayyorlanib qilinadi. Xo'p, o'rta tomonlari uzun kiyimlar uchun, ayollarimiz kiyimlari uchun mo'ljallangan. Bu tomoni bo'lsa, kalta ko'ylak va kostyum shimlarga mo'ljallangan bo'ladi. Ishlarimiz 100% vakuum mexanizmda. Xudo xohlasa sifatlariga 100% javob beramiz. Uyingizga qanday yetib borishigacha biz javob beramiz. Trimoylarimizga keladigan bo'lsak, 140 ga, balandligi 175 sm da bo'ladi. Oynalari 3 xil svetda sensorni yonib o'chadi. G'aladonlari va pastlari eshiklar bilan jihozlangan bo'ladi. Trimoyimizda mana bunaqa miyahki pufikchasi ham bo'ladi. Xudo xohlasa bu modelimizni krashinli MDF, turetskiy kraska va laklar sepiladi. Ichki ko'rinishlari bo'lsa 100% PVX kromka, zavodskoy PVX kromkadan bo'ladi. Yig'ilishlari ham Xudo xohlasa chiroyli holatda, sifatli qilib, oxirgi texnologiyalardan foydalangan holatda tayyorlanadi bu ishimiz. Zakaz bermoqchi bo'lganlar bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Chiroyli holatda yetkazib beramiz manzillarga. Zakaz buyurtma berish uchun pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Chiroyli holatda, Xudo xohlasa, Marjon Mebel o'z mijozlari uchun eng sifatlisini, eng yaxshisini tavsiya qiladi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishib qolguncha